Assalomu alaykum. Men Ellikli fakulteti 50-23 guruh talabasi Haqqo'q Qodirov bo'laman. Biz mana hozir elektr mashinalar fanidan 3 fazali 2 chulg'amli 3 burchak ulagan transformatorning grafikini ko'rib chiqamiz hozir laboratoriya sharoitida. Bu yerda bizga 3 burchak ulagan transformator, mana yerda kuchlanishni rostlaydigan lator bor. Bu yerda kosinus F. Bu yerda o'lchash asboblari. Bu yerda manbalar, avlat, tarmoqlar. Hozir biz buni malakalarni hozir yo'q sharoitini ko'ramiz. Biz kosinusni rostlashni havo ko'ramiz. Hozirda sharoitida. Lekin bu yerda o'zgarish bo'lyapti. 0 dan 100 wattgacha. Biz hozir hisob-kitobga qarashni o'rganamiz.